Aziz yurttaşlar, obunachilar, podpисчиклар, bormislar, omonmislar. Meni hozir sizlarga men Serdar Lesda shu yerda hozir reklama etib, video davomida sizlarga og'ochlarni, taxtalarni, qadalarni xudo qalasa hozir reklama etib sizlarga obzor etib ko'rsataman. Men Serdar Lesning bozoruna keldim hurmatli aziz yurttaşlar. Video davomida tomosha qilasizlar. Aziz yurttaşlar, mana ko'rib turganingizdek Serdar Les yozilib turibdi. Buni qayerda desangizlar, mana Shavotli bo'yinida joylashgan bu. Serdar Lesda ana bozori ko'rinib turibdi. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana Qalqabot 4 yo'l bu-da. Qalqabot 4 yo'l, Qalqabot yo'lda svetofor. Svetoforda Urganchdan kelsangizlar chapga olasizlar. Shavotdan kelsangizlar o'ngga olasizlar, Yangibozodan kelsangizlar to'g'ri o'tasizlar. To'g'ri o'tsangizlar mana Serdar Les deb yozilib turibdi. Mana Shavot kanal. Shavotni ko'pirini o'tmasdan o'ngga aylanasizlar. Mana Yog'och bozori deb ham yozilib turibdi. Mana hurmatli aziz yurtdoshlar, hozir sizlarga og'och, taxta, xoda, garbel hammasining hozir pullarini hozir sizlarga video davomida obzor qilib o'taman. Mana Shavotli bo'yinda mana Serdar Lesning bozori, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib turganingiz Qalqabotda Serdar Lesning mana og'och bozori. Mana ko'rib turibsizlar. Mana og'ochlar, mana duruchka, og'och, xoda, mana klientlar kelib turibdi. Mana garbel, mana garbel. Mana bular arzonchilik bozorida bu kelishilgan bahoda sotaveradi buni xudo qalasa. Mana og'ochlar teraklarda yuqori qaratib taqlab qo'yibdi. Mana nem tortmasidi. Mana klientlar kelib turibdi. Mana bu yerda sotiladigan shipirlar ham bor ekan, eski shipirlar. Mana bu ko'rib turganingiz garbel ekan bu. Avval 22-24 dan sotilib turgan ekan. Donasini hozir buni 18 mingga tushirdik deydi mana garbellarni. Bahası yine 18 ming so'm ekan yine. Hurmatli yurtdoshlar, hozir taxtalarni aytib o'taman. Mana bu ko'rib turgan strapilangiz oldin 75 ming so'mdan sotilgan. Yine 10 ming so'm arzonlabdi, xudo qalasa. Yana bu endi 65 ming so'mdan ekan bu. Yine strapila ko'rib turibsizlar, yine 65 ming so'm xudo qalasa donasi. Mana bu ko'rib turganimiz mana taxta. Taxta yine oldin bu 105 ming so'mdan, 110 ming so'mdan sotilgan. Endi hozir yine 95 dan xudo qalasa bu taxta. Yanında bunlar reka. Rekada var yine. Reka necha so'm? Donasi yine 5 ming so'mdan ekan bu. Yine arzon. Mana bu ko'rib turgan duruchkangiz mana yozilib turibdi. Yine 190 ming so'm bo'lgan bu oldin mana 190 ming so'm. Yine hozir endi buni 180 dan 175 dan beracak. Mana bam shu mana. Mana men hozir ko'rsataman. Mana 170 deb yozilgan. Mana 170 dan sotilgan. Endi 160 dan beracak, 155 dan bermoqchi. Hozir yine arzonlagan xudo qalasa. Mana bu ko'rib turgan terangiz hozir ko'rsataman. Bahasini mana 240 ming so'm ekan bu da oldin. 4 metrlik terak yine 240 ming so'm ekan. Hozir buni endi 230 dan 225 dan kelishilgan bahada beriladi ekan bu. Mana aziz yurtdoshlar, yine devam etamiz. Mana 4 metrlik terak 200 ming so'm. Bunu hozir 200 dan sotgan 180 dan beradi. Mana yine terak. Mana kelaversak mana yine terak. Yine 180 ming so'm. Bu ham 20 ming qaytiladi. Xudo qalasa bu 180 bo'lsa 160 bo'ladi. Mana 170. Bu ham 20 ming qaytiladi. Endi 150 bo'ladi. Mana dash kelaversak yine 160 ming so'm. Bu 140 ming so'm bo'ladi. Mana ya 170 mingliklar. Hammasidan xudo qalasa 20 ming. Bulardan xudo qalasa chegirma bor yine. Hammasi 180 mana. Bular chegirma yine 230 ming so'm. Yozilib turibdi 5 metr bular. Mana 230 ming so'm. 5 metr. Bulardan ham puli qaytiladi 20 ming so'm, 20 ming so'm. Mana buning barisi mana 250 ming so'm. 5 metrlik terak. Bulardan ham 20 qaytiladi. Mana 250 ming so'm. Bular ham 250 ming so'm 5 metrlik terak. Mana ko'rib turganingiz xudo qalasa mana terak. Mana hammasi shunday. Mana 280 ming so'm. Bunlar ham qaytiladi.
Hele bu 6 metre 300 bin so'mdan satılıp turgan. Hele bundan 20 qaytar 280 boladı. Mene şimdi hemmesinin bakaları yazılıp turttu. Mene aziz yurttaşlar, Xuda kalese hemmesinden 20 bin so'm 20 bin so'm qaytaladı. Kelişilgen bakada satıladı Xuda kalese mene. Dastabkesi bar bir pul. Azı silege mide bir klient tazı geplesem mene bu ağaça bana kep turttu eken. Mene hoş bir yerde pazarda ağaç arzanmaken. Hemmesinden arzan eken bir yerde. Ha. Eş ağaçlarda, pazarda, eş ağaçlarda, pazarda, tereklerde 350 milyon tuttu. 330 bin tuttu. Bir yerde yine 290, 270'ten veremem dedi. Dastabkası içinde dedi. Appap veremez dedi. Dastabkesi bir pul. Dastabkası bir pul. Hemmesi yaxşı mı? Acayip beceri. Süfetli, kurgan. Ama bir yakta köne çıkan nelerimizden var, eşiklerimiz köne kime gerek olsa. Yine bunda tereklerimiz tuttu mu ne? Yine aziz yurttaşlar yine görseniz mene. Yakta mene. Bana bir yerde köne ağaçlar var. Bana bir yerde garbil var eken mene. Darası 10 bin sondan. Darası 10 bin sondan şu eş diyen. Garbil tahta. Garbil tahta. Danası 10 bin so'm yine ko'rsat var yine. Garbil tahta. Polik kete uğradım önen. Sizler yani ağaçınızdan bin mertebe yaxşı kadanızdan. Dastabkası içinden bulardım. Bu adam geliştirip gelemiz. Mana bu ko'rib turgan ağaçımız mana acayip ağaç. 6 metrlik ağaç ekan bu. 420 mingdan satılgan bu. 420'den. 420'den satılgan, endi hozir 20 ming so'm. Bundan chegirma bor, xudo qalasa 400dan beriladi. Olib borib berish bepul. Mana duruchkalarimiz ko'rib turibsizlar. 14'lük diametre. Diametri 14. Necha so'm? 370 milyondan satılgan. 350'den beradi, 370'dan satılıp turgan. 340'dan veremiz. 340'dan ham beradi. Yine bam şu mana 350, 300, 330, 340 kelishilgan narxda berilaveradi. Mana duruchkalar bari ko'rib turibsizlar yine 6 metrlik duruchkalar har xil diametrda. Bularni 12'lik yine diametre. kelishilgan bahada beraveradi, sotilaveradi. Bizden veriladi. Mana aziz yurttaşlar, kelaverasizlar, yine arzon dastabkasi bepul ekan buning. Mana bu yerda mana g'ishsha bor ekan, mana biza g'ishsha deb yurtamiz buni. Buning bog'langan yine bovi 8 ming so'mdan, hurmatli yurtdoshlar. Kelaversak mana bu yerda mana xadalar turibdi. Mana xadalar 5 ming so'mdan 10 ming so'mgacha. O'zlaringiz saylab olaverasizlar buni. 5 mingdan 10 minggacha bu yerda mana ishlatilgan eshiklar var, neler var. Ular ham kelishilgan bahada berilaveradi. Mana garbellar, mana garbil taxtalar, bular ham barisi ko'rib turganingiz bular bari garbellar kelishilgan bahada xudo qalasa sotiladi. Kelishib olib ketaverasizlar buni xudo qalasa. Dastabkasi bepul. Olib borib berish dastabka bepul. Mana bu yerda temirlar ham bor. Mana bu yerda haligi go'shtchavarga ma qassoblarga kerak bo'lsa mana bu yerda bu ham bor. Bu ham kelishilgan bahada xudo qalasa sotilaveradi. Hurmatli yurtdoshlar. Mana bu ko'rib turgan teraklarimiz xudo qalasa mana razmeriga qarab, uzunligine qarab 50 ming so'mdan 200 ming so'mgacha ekan bu mana teraklar. Buni ham shu bahasi shunday, ammo lekin kelishilgan bahada sotilaveradi. Shuning uchun deganda endi bozorda bu bozor. Bozorda shunday bo'ladi. Ota-bobomiz aytgan, musulmonchilikda savdolashib olmasang bo'lmaydi degan, salgina o'zim savdolash kerak degan mana. 50 ming so'mdan 200 ming so'mgacha yana teraklar. Bu ham kelishilgan bahada xudo qalasa sotiladi. Dastabkasi bepul. Yana xadolar ham bosilib turibdi, ko'rib turibsizlar. 5 mingdan 10 ming so'mgacha saylab olaverasizlar. Mana bu ko'rib turgan chertakni qarang mana, chertakda bu taxta bozorga qarashli chertak. Bu yana suv og'ib turibdi. Yozda xulaqachalar ko'proq toshadi. Mana ko'ring, yana hamma narsasi bor. Xudo qalasa klientlar deydi, og'achlarni saylab deydi, mashinaga yuklagancha, boshqa yetgancha deydi. Gaz plitani qo'yaman bu yerda deydi. Mana shu yerda deydi, ovqatlanib, netib, choy-poy ichib bir 50 gram urib ketsa mana. Ko'rdingizmi, mana bu savatni yana shavatga qurib qo'yadi, xudo qalasa.
Ben şurada oturayım şabattı boyunda bir 50 gram vurup şeşligen pişirip koyaman dedi kinetlerge dedi. Keleveresiz yurttaşlar. Mana gapim ispat sifatında gördünüz ama yine kattagan çolpu. Yine çolpunu gördünüz ama yine şu çolpu bilen balık tutuyup koyaman dedi. Şavatka dedi. Yipke boylap yuvarıp koyaman kinetlerge dedi. Ağaçlarda yüklenince şadır şutur dedi. Balık kuvurup bevere öğreman. Bepul dedi bepul. Mana kalaverse yine bu yerde mana buna kamıştan boğan çiğ deyimiz bize. Bağım var eken buna bakası. Çözüm idi. 80 bin so'm edi. Bunam qaytib beramiz deydi Xudo qalasa. Mana shipirlar bor. Mana shipirlarga rekalar bor. Mana chiqqan shipirlar bor. Kerak bo'lsa, bunam kelishilgan bahada Xudo qalasa sotilaveradi. Hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana o'tsak bu yomizda mana rekalar bor chiqqan, ishlatilgan. Bular ham arzon bahada kelishilgan bahada Xudo qalasa sotilaveradi. Mana kesib ber desangiz mana motopinalar hamma narsalar bor bu yerda mana. Agar razmer ne bo'lsa, sizlar razmeringizda turlab kesib ham beraveradi ekan bu yerda. Mana dastlabki uchun Nexia turibdi. Yine Nexia, Xudo qalasa Nexia'ning mana prisebi, shu priseb bilan dastlabkisi bepul. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bemalol kelaveringlar yine. Agar yozda kelsangiz, isilab kelsangiz yine shavat. Shavat kanalda gördünüz ama yine suvunu suga tushsa, yami ko'rsatgan chertakda o'tirib baliq yesa, cho'lpa hammanasi tayin. Kelaverasizlar aziz yurtdoshlar. Bozorimiz sizlarga muntazir. Marhamat. Hurmatli klientlar.